Joriy yilning 28-oktyabr sanasida Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi, maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Do'stlik tuman bo'linmasi bilan hamkorlikda Kitobsevar millat shiori ostida Ustozlar davrasi nomli 2 bosqichli zakovat intellektual o'yini o'tkazilmoqda. Ushbu zakovat o'yinining 2 kunida 6, 7, 9 umumiy o'rta ta'lim maktablarining jamoalari o'zaro bellashdilar. Bellashuvda 15 ta savol o'ynaldi. Zakovat intellektual o'yinida jamoalar murosasiz va qiziqish bilan ishtirok etdilar. O'zlarining topqirligi va intellektual salohiyatini namoyon qilib, Do'stlik tuman 6 umumiy o'rta ta'lim maktabining o'qituvchilar jamoasi g'olib bo'ldi va final bosqichiga yo'llanma oldilar. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, 29-oktyabr kuni 11, 12, 13, 14 va 15 maktablarning o'qituvchilar jamoalari birinchi bosqich doirasida o'zaro bellashadilar. Aziz kitobsevarlar, siz ham vaqtingizni mazmunli o'tkazmoqchimisiz? Intellektual salohiyatingizni yanada rivojlantirmoqchimisiz? Unda axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.